Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana va nihoyat o'sha sahrni kamaytiradigan, dalinani tushiradigan, qonni suyultiradigan suvni aytuvdim. Ana shu yerga keldik hozir. Mana shu yerda video qilamiz. Sizlarga ko'rish Shayxonobod tumani Robot qishlog'i. Mana shu yerda mana shu kran ulab qo'yilgan, mana buloqdan chiqib keladigan suv, mana shu yerdan suv olinadi. Buni xususiyati shundan iboratki, men o'zimda sinab ko'rganman, tanishlarimda ham sahr tushiradi, ham qon quyuqlariga dalinasi qon quyuqligi uchun chiqayotganlarga dalinani ham tushirish xususiyati bor. 4 ta 5 ta oshqozonga ham foydasi bor, to'g'rimi? Mana hozir shuncha odam olib kelishga kelgan, mana ko'rib turibsizlar. Endi ko'pchilik meni yolg'onchi bir narsalar deb tashadi, mayli, u o'zlari biladi. Meni vazifam maslahat berish, taklif berish. Shayxonobod tumani Robot qishlog'iga kelasizlar. Robot qishlog'i qanday kelinadi? Bu yerdan Bo'kani postidan kirib kelinadi. Kirganingizdan keyin bir 5 kilometr yurganingizdan keyin mana suvga keltirib bemalol olib kelsanglar bo'ladi. O'sha suvni lokatsiyasini Telegram, profil chapkasiga Telegram kanaliga tashlayman, bemalol olib turib ko'rib olishlaring mumkin. Dastavkani ham bolalarga aytamiz, dastavka beradigan bolalar ham bor, agar kim rizoda bo'ladigan bo'lsa. Lekin bir tomoni bor, bu suvni 8 kundan uzoq muddat ushlab o'tirsangiz foydasi yo'q. 8 kun ichida ichish kerak, 8 kundan keyin o'zining xususiyatini yo'qotadi. Sahri 15, 12 larda ham sahri tushirganini o'zim guvoh bo'lganman. Hozirgacha Toshkentdan, boshqa viloyatlardan kelib, hozirgacha kelib olib ketardi suvni. Lekin tabiat bergan mo'jizaviy narsa foydalanish